Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Hozir yangi platforma topdik. Shu platforma orqali efirni kuzatishlaring mumkin. Play Marketga kirasizlar akalar. Mana shu yerga mana ingliz tilida Boost Cast, mana Boost Cast sketchat qilasiz. Mana tepasida migo turibdi, pastida Boost Castni bosasiz. Ustanovka qilyapti mana. Ustanovkani bosdik. Mana ustanovka qilishni boshladi, sketchat qilyapti. Sketchat qilgandan keyin ustanovka qilamiz. Ko'rganmisiz? Mana akalar ustanovka qilib bo'ldi, открыть qilamiz. Открыть qilganda iltimos bitta jumlaga e'tibor berishlaringni so'rayman. Ya'ni ikki xil kirish deyapti. Bittasi Google account orqali, bittasi pod telefoni deyapti. Pod telefoni kirib yurmanglar. Kirishlaringda telefon nomer kirgizsalaring SMS kelmaydi akalar. Mana Google account orqali kirib ko'ramiz. Olaylik mana bittasini mana. Mana shuni olamiz. Kirdi mana. Razрешить so'rayapti, razрешить. Hop. O'rganlaydan keyin akalar mana o'zi kirdi mana shu yerga. Yoshlaringni so'raydi, yoshlaringni o'zgartirib qo'yasizlar. Keyin mana bu yerda bunday qilsalaring mana bu yerda O'zbekiston chiqadi mana. O'zbekiston. Shu O'zbekistonni bosasizlar, mana O'zbekistondan o'sha ikkitasi kirgan mana. Ikki kishi kirgan mana. Olaylik mana bu efirda mana. Xuddi shunaqa efir akalar. O'shanda efirga kirib nima qilishlaring mumkin akalar. Bemalol kuzataverasizlar.